Xo'p, assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalida bugun sondiq, javon, patinka qo'yadigan shunaqa qiladigan ustalarning oldiga kelganman. Xudo xolasa obunachilarimiz uchun keldik. Mana so'rayapsizlar, mana ustani o'zini topib keldik. Mana usta ismingiz nima aka? Odilbek. Odilbek, a? O'zingiz nomingizni, brendingizni qo'yasiz-a? Chotki bo'libdi, Odiljon Mebel mana. Bu mana yangilik chiqibdi-da bu, oyoq kiyim qo'yadigan, a? Poyabzallarda 44 razmerlari tushadi, ichkarilar. 44 gacha tushaveradi. 38 tushadi. Ha. Bularni razmeri 60 cm, yerdan balandligi 1.20 ga chiqadi. 1.20. Bularni 70 cm bo'ladi. Ha. Yerdan balandligi 1.20. Bularga 3 qatordan tushadi. Ha. 18 ta poyabzal tushadi. Jami. Ha, jami. Vashshi. ham bor bularga. Ha, bu ruchkasi yo'q. Ha. Bez ruchka. Bu ham yevro high-tech holatda ekanda bu. High-tech fason. Santimetr ranglari bor. Har xillari bor, a? Odiljon Mebel aka. Mana nomer ham o'zingizmi aka? Mana shu nomerni shunday skrinshot qilsanglar, mana Odiljon Mebel. Puli necha pul Odiljon? Buni aka shahar ichiga 900 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Kattasi bu? Ha, kattasi 70 ga 1.22. 70 ga 1.22. Bez ruchka. Ruchkaligini ham farqi yo'q. Bularni 18 ta poyabzal sig'adi. 900 ming so'mdan shahar bo'ylab Toshkent, Samarqandgacha dastavka qilib beraveramiz. Bu kichikroqlari bor. Mana unisi necha pul dedingiz hozir? 900 ming so'm. Bu ham mana u ham 900 Bu ming. ham 900 ming. Ha. Buni buni ruchkasizligi Ha, ruchkasini hisobiga-ding, ha. Mana u Ha. 60 santimetrligini buni 850 ming so'mdan dastavka ichida qilib beramiz. Ichida? Bu-chi bu? Bu kichkinalarimiz bor, ixchamroq, Ha. tepalari bor. Bu ham zo'r ekan. Mana hali nima deydi? Domlarga, kvartiralarga-chi? Buni 700 ming so'mga dastavka. 700 mingga. Qarang, dastavka deganda aka Andijon shaharning ichini aytyapsiz-a? Andijon, Samarqand, Toshkentgacha. Ha, Samarqand Toshkentgachami? Toshkentgacha endi Voha, Surxondaryoga endi kelishiladi. Shu tomonlarga-ni. Ha. Bularga endi raisiyasi qo'shiladi. Mana unisi necha pul dedingiz buni? Bunisini ham 700 ming so'm qilib beramiz. 700 ming a? Bunisi mana unisi 700 ming a? Buni razmeri 70 santimetrlik. 12 ta poyabzal sig'adi bunga. Ha, bunisi 60 santimetrlik tortma hisobiga puli bir xil ikkovini. Ha. Bunga 8 ta poyabzal sig'adi ikkoviga. 8. Lekin mana shu hali ko'p qavatli uylar bor-ku, shularga zo'r. Ularga rosa ustki moslashga, eshikdan kirishdagina pervoshka. Bu tomoni ham bu yerda bir 25 santimetr joyda egallayapti. Katta joylarda egallamayapti. Bundan katta razmerlarimiz ham bor. 1.20, 1 metrli. Ularni zakaz asosida tayyorlab beramiz. Pulini Yo, lekin o'zi mana shu ham o'zi normal. Bozor standart. Ha, nihoyatda chiroyli. Usta nomeringizni aytib yuboring-da bitta. 90lik 1560 nomerimiz. 90lik 141 15 60. Bo'ldi. Telefon qilishadi. Samarqand, Buxoroga dastavka. Hamma yo'g'i ichida deyapti. Mana Toshkentga ham bemalol ichida qilib chiqarib yuboramiz. Chotki qilib, a? Mana shunday butun holatda chiqaramiz. Uyga borib, ustanovka qilmaysizlar. Shunday olib borib, upakovkasini ochib turib qo'yib qo'yiladi, xolos. Bo'ldi. Tayyor, mana shu holatda chotki qilib upakovka qilib berasiz. Usta Odiljonga mana telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Yangilik narsalar mana. Ko'p qavatli uylarga hali kattalar bo'ldi, endi qoptida mana qarang. Mana unisi mana shunday yig'ishtirilib, yana yopiq sirxoradi. Odiljon bozoringizni bersin, sog' bo'ling. Xo'p. Endi biz bu yerda mana ona bola sondolarga keldik, mana javonlar, mana komodlar nihoyatda go'zal. Bu usta qanikin endi. Ishlari o'ta go'zal ekan, lekin o'ta go'zal. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalida mana sondiq, javon, komod shunaqa narsalar egasi yo'q, lekin mana egasi yo'q. Ochiladigan holatlarga e'tibor beringlar. Vobshe go'zal. Albatta shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta obunachilarim like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Sizlarga keyingi videolarimiz yana manfaatli bo'lib chiqib boraveradi-da. Buni faqat sizlar uchun qilyapmiz-da. Lekin rasa chiroyli ekan, usta yo'q ekanda. Narxini ayting, siz bilasizmi? Qarang, mana oq nechi pul? Mana shu uchovi bir komplektmi shu? Qaysi bu? Bitta katta, bitta tepa. Mana bu bilan mana ikkovi, ha? Puli nechi pul aka? Ular aka 2 million uchoq aka.
2 million 3 ovmi? Voy malades. Mana unisi hozir sondiq ha, mana unisi. Tepaga ochiladi. Mana unisi to'shak yig'adiganmi? To'shak yig'adigani. 2 millionmi aka? 2 million Oxirgi narximi? Bu dastavkalarichi Andijon shaharga aka? shaharga beriladi dastlab. Andijon shaharga. Misol Samarqanddanman, Buxorodanman desa yo'l kirasini berasiz, chiqazib berasiz. Upakovka qilib berasizmi? Upakovka qilib ketadi aka hammasi. Upakovka qilib berasiz. Mana qoralari ham go'zal ekan. Bu ham ha, bu akrilmi? Mana MDFmi bu? MDF akril aka. Toshkent stilmi bu? Ha. Bu qaysi endi aka? Bu ham. Bitta katta, ikkita kichkina bo'ladi. Mana bitta katta bilan ikkita mana bu, ha? Ha, mana bu bilan bitta, ikkovi bir komplet ekan. Ha, manaqasiga deng. Obunachilar, like bosib qo'yasizlar. Mana shunaqasiga ekan. Bu ham mana shunaqasiga ekan. Bu nech pul usta? Bular aka 2 million 300 ming so'm ushtasi. 2 million 300 ming. 2 million 200 ga berasiz endi akril, ha? Beramiz aka. Malades aka. Ichi nechi bo'ladi sondiqni? Ichi aka o 60 bo'ladi, chuquri bu yoq 120 bo'ladi aka. Ha, 120 ga 60 ha. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 90 kodi bilan 545 545 0704. Ismingiz nima? Abdullo. Abdullo. Usta Abdulloga bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Mana ular ham shunaqami narxi? Bir xil aka narxlar aka. Bu ham 2 million 200 ga beraverasiz. Mana u ham korishnemiysi, mana u bejviy, mana ular go'zal ekanlar uchunchi. Ha, o'ta go'zal ekan. Qo'lingiz dard ko'rmasin usta. Bozoringizni bersin. Mana ular alohida deganlargami bular? Ha, ularni ham xullas kelishaverasizlar, ha. Bo'ldi. Abdullo sog' bo'ling, xo'p. Bu ham shunaqa ekan mana. Buni ham ustasi yo'q mana. Ustalar mana ishni qilib qo'yib tashab ketishgan mana. Uyda uflayapti. Biz endi mana obzor qilyapmiz mana sonda javonlar, вообще asal. Qo'llari dard ko'rmasin ustalarimiz. Nihoyatda go'zal. Mana uni ustasini bilmaysizlarmi, kimligini? Ketib qoldimi? Qaranglar, men gangib ketibman. Bu mana 3 ovi mana. 3 ta bir komplekt yuryapti mana. 2 million 200, 2,5 million, 2 million 300 kamini qilib beraman deyapti. Mana unisi ham boshqacha ekan. Usta ketib qopti-da. Sizniki qaysi usta? O'g'lim turgan joy. Nari tomondami? Mana ular ham chiroyli ekan. Usta mana goldlari nech pul aka? 2 million 400. Kamichi usta? Charchamayapsizlarmi? Bizimizlar? Charchamay. Yaxshi yerlatingchi. 2 million 300 mi oxiri? Dastavkasi ichida qilib berasizmi? Ha, Andijon shaharda ichiga. Ismingiz nima? Komiljon. Bu nech xil variantingiz bor bu yerda? Mana shu o'zi go'zal ekan ha, o'zi, Komiljon. 2 million 200 ga berasizmi? Andijon shaharda ichiga. Dastavkasiz bo'ladimi? Sondig'ingiz nechi ichi? 60 ga? 60 ga 110 bo'ladi, qatloqsiz 100 ga. Ha, tepasi kattaroq bo'lishi kerak, ha. Joyga so'rab. Mana unisichi nechi bo'ladi mas? 90? 90 ga 60 bo'ladi, ha? Komiljon nomeringizni ayting. 90 kodi bilan 771 0375. Usta Komiljon mana aloqaga chiqaverasizlar. Mana unisi ham. Bu mana nima bu ham? Son bittalikmi bu? Ha, bu bittalik. Ha, bu yog'i ham ochiladimi? Nech pul bu Komiljon? 800 ming? 700 ming, ne? Obunachilar telefon qiladimi? Komiljon nima ishxonangiz qayerda edi? Ko'makayda. Go'zal. Mana u karishniviylari ham vashcha go'zal ekan, mana ular ham. Bunisi ham go'zal. Usta Komiljonga aloqaga chiqaverasizlar. Mana Sondo Javonni go'zallari mana ukamizda ekan. Kelmoqchi bo'lsanglar, mana Sondo Javon mana 103-do'kon ekan. 103-do'kon mana shu ishlari ukamizni. Xudo xolisa aloqaga chiqaverasizlar.
Xo'p, shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariy yozib qo'ysanglar, yana xursand bo'lamiz. Kanalimiz rivoji uchun mana shunaqa yaxshi videolar chiqarib boraveramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.